Assalamu alaikum, qarindoshlarım. Bugun bana behçik suallar geldi. Bu suallarning asosiy mazmuni shu chet elda dafna ishlarini qanday qiladi? Siz o'zingizning dafna ishingizni qanday o'yladingiz deb mushtaq bir savollar keldi endi. Men dafna ishimni burun o'ylamaydim. Chunki dadam hammamizga qabri yasab tayyor qilib qo'ygan. O çağlarda oylaydım hem de bu neymiş ki dadam bunda iş kıldıgandı, baldırlı ölüp ketmegen adamlarga görkü olap olturamdıgandı dep deydim. Sorgan vaktimde biz seliki Abdunum rayonluq, Abdunum rayonluq. Televiziya stansının keynide burunqi konularınki qavrisi vardı. O qavrini ahiri saqçı idaresi, bexatarlik idaresi aşağıya orun aylip şu yerde bina salmoqchi bo'lgan vaqtida aşağıdaki qabristonlikni yo'tkash to'g'ri keldi. Yo'tkash to'g'ri kelganda biz bekchiq qarindoshlar o'zimizning tuqqanlarini xaltlarga uzoq zamonlar ilgirki shu buvlarimninki opalari degandek shundoq nimalar qarindoshlarimizningini ismini nima bilmaymiz, ba'zilarinikini ustixonlarnikini ayrim bo'lmay ketdi. Ashuni xaltiga selibla yo'tkashga to'g'ri keldi. O vaqtida hocam Niyaz hacimninkini Qumuldan tuqqanlar keldi. Bizninki tuqqanlarimizningini o'zimiz yo'tkidik. Andan keyin Sheribxon To'ri deb bir qozoq cho'ng bir o'tgan kishi bor ekan. U bir inqilobchi dedi. Shu kishininkini yo'tkashga qozoqlar keldi, bir yoqlardan. Mushu qabristonlikni yo'tkash jarayonida dadamning bir degan gapi esimda. Bu o'ldim, ketding degan gapkan. Bu qara mana hozir shu narsalar yo'tkavyapmiz. O o'rin bizga vaqtliq tava bo'lgani bilan yana bir nima tushdi, yana bir nima qildi deb yo'tkashga to'g'ri kelgancha yana yo'tkildigan gapkan. Birli yerda bo'lsa, sizlar keyin qabrga chiqqan vaqtlaringlardimi duo qilishga qulaylik bo'ldi deb turib, bir yerga meningki opamning opasi, dadasi, opamning buvilari degandek qabristonlarga necha avlodning oldidagilarnikini yo'tkab aşaga qabristonlarga bir yerga to'pladik. Anadaki bu yerga kelgandan yana da dadamning deydigini mishada sizning o'rningiz bor deydi, ko'lab qo'ygan deb. O mening arzuyim vatanda o'lib ketish hamda ota-onamning oyog'ida yotsam deb o'ylayman. Lekin agar shundoq bo'lmay qoldi deyli, undaqda men nerede yazsam mayli deb o'ylayman. Undaq qiliqi Turkiyaga akassa yana birma degan undaq nimalarni to'lamadim, undaq pullarni to'lamadim, depni ishlariga o'ylashmadim. Birinchidan bu yerga yangi kelgan vaqtimizda bir bola o'lib ketdi. Pochta xat to'shiydigan bir turk bola o'lib ketdi. Oilasi qiyinchilik va oiladanki Turkiyadan. O'lib ketib o'sha mashi vaqasi bo'lgan chog'da o'g'lim uchirtib qilib, o'g'limga men qutuldir, mashin chaqirgan bo'lsam, qutqizish mashinasi debdi. Lekin keyin u qutqizish unum bermay tugab ketdi u bola. Tugab ketgandan keyin tuqqanlari kash o'g'limni izladi. Allohu akbar dedim-o, iymon etdim-o deb. Bir odam o'lib ketkichi bo'lgan orliqda hargiz meni qutuldirishgan deb o'ylaydi ekan. Balkim u boshqa bir niyatlar bilan oylaqindaq Suriyada u yerlar yurganlar bo'lsa, hamdayliqi voy hayotdan umidi mundaq emas, boshqacha bir narsalarga beg'ishlagan bo'lsa, u Allohu akbar deydi ekan. Andaq o'lib ketgan, andaq ziyorlangan joyda meni qutuldir deydi ekan. Birinchi o'ylaydigani shuki. Men hech qanday depni pulini u bilan topshirmadim. Norvegiya hal qiladi bunday masalalarni deb o'ylayman. Bizning o'sha atrofimizda bir kishininki setib olgan, shunda chiroyli yaxshi yasab qo'ygan musulmonlar qabristonlari bor. Agar o'lib ketib qolsam, bolalarim o'sha kun qo'yis bo'laverdi. Men undaqchilik cho'ng o'ylab, bir yerlarga nim qilib, o'ligimni pulga setib boshqa yerlarga yo'tkagicha, o'ligim agar pulga setilsa, shu qiyinchiliklarga bo'lib yetadiganini deb o'ylayman. Herkes undaq narsalarni o'ylamayman. Birinchi, ikkinchidan ballarımızdan toyunu qanday qilasiz jamoatdan ayrılib qolsangiz deb. Ballarımning to'yidan faqat g'amim yo'q. Bu yerda biz o'zimiz aralashadigan Somali, Türk,
Anandan keyin boshqa millatdagi musulmon qavmidan, musulmon xalqidan bor bir kichik jamoat. O jamoatda nikoh o'qish degan narsa kirib o'qib qo'yaverdi. Hammasiga biz ancha-muncha yaqin uydirganlarga kirib qatnashimiz. Undan boshqa narsa birinchi nikohni hurmat qilaman. Ondan başqa narsa men onda cho'ng ko'lamda bozor silib, o dasturxon silib, voy qizim to'y qildi, o'g'limni o'yladim deb turib bir yerga davron solmasammi? Ash Allohga to'g'ri keladigan, iymonimga, e'tiqodimga to'g'ri keladigan ishni qilaman. Undan boshqa undaq davlat atlab, odam chaqirib, undaq sha atlab, undaq qilgan unim o'ylashib boqmadim. Allah'a yarasam bo'ldi deb o'ylayman. Andiki o'lim yetim kelgan chog'da o'zinglarning o'likini keyingi o'lik nada o'limiz, qanday o'limiz uni Allohning ilkilik ish. Hargiz uni o'ylab men shu tuqqanlarimizda xalta kichik xaltaga ustixonlarni yig'ib xaltaga sag'at nechisini ustixonlar birga keldi dedi. Aşıda sağan vaqtimdalar ben o'ylaydim. Biz nerede ölüp gitimiz? Bazıları ayrıplandı, bazı onun da bunun da ölüp gitimiz. Onu kilolap bir yerlere silişninki qat'i hacet yok mening nazarimda. Türk balininkini ekitenmedi. Çünkü iqtisod yer bermeydi ki balları vardı bu yerda. Bu şey koydu. Hiç kim Müslümanların kaidasida hech qanday adam ko'chib qolmaydi. Bo'libmi Yevropalarda ölüp ketsingizmi, hukumat bir yer ko'midi ish qilib. Teşhidi tügep ketkenlerim juptarıp koygallar bergindim ağlagan ben. Onu da başka hiç qanday g'emim yok. Onu ben özümge besim kılıp bayağı pul tapşur, ayağı pul tapşur deydi kanka. Men hiç kim nim kılamaydı. Moşu Norvegiyada, Avrupa'da yaşap oturup başka adam sizni baş kursa, o vaqt rast özünüzdeki karakterden ayrılıp kalgan, başka bir adamga ayrılıp kalgan bolsunuz. Bu ölükünüzde mi kilolap setiş doğru gelse. Amal var vatanda ölüp ketsem de tileyme Allah'dan. Eğer ondaq günler bana nisbet bo'lmay qalsa, nerede ölüp ketsem, nerede o'z küp qo'ysilib bo'ldi to'rt adam. O nazir qilish, men dadamga mı nazir qilmagan? Nazir qilmadim. Xatmi Qur'onni uyimizda chiqadi o xatmi Qur'on. Sırtdan o'qitadigan ish bo'lsa-mu, o'zimiz o'qitadigan odamlarimiz var. Cho'qqum Uyg'ur o'qimisi olmaydi. Cho'qqum bir vatvatdan bir qopib shu nikoh o'qiganligini yana bir yerga jarsamiz olmaydi deb undaq nimam yo'q. O'zimga xos yashayman. Ailemninkimi qoidasi bo'yicha hurmat qilib shundaqla yashayman. O cho'ng ko'lamda nazir chiroq o'likimni davlat atlab yo'tkab bir yerga ko'minglar. Agarda mayli Turkiyaga ko'msin, yana ko'msin. Dozaqni Allah ato qilgan bo'lsa, Makkaga gapirib ko'mib qo'ysimi, o dozaqqa kiraveramiz. Agarda jannat ato qilsa, Xitoy go'ligining arsida, Xitoyning arsida o'lib qolsimi, o'xshash jannatni berdi Allah. O bizning diginimizga jannatni berib, bizning diginimizga dozaqni berdiğanga, senin qag'iniga dozaq, mening tilginimga jannat berishini atayın. Qilgan ishimiz, mushu dunyoda qilgan etkenlerimizninki xulosasi o dunyoda bo'ladi deb o'ylayman. Shu xulosa qilganingiz nima terisiniz shu unidu. Nima qilsangiz shuni Alloh beradi. Shu Çiliginizge güçlük neslerini berdi dep o'ylayman. Qilgan harakatingizga güçlük neslini berdi Allah. Hergiz o işten qag'ini pishti o'lmaydimi deymiz. Ba'zan jihatlarda o'zingizga xos bir yashang. Allohmi sizga mishani bergandikin, sizmi mishaga loyiq, menmi bir Allah yaratgan banda, haq meni mishadan yetlab mammusun. Bir so'rim bilan bütün aşı meydanım özgürüp gidirken degan narsani o'zingiz o'ylab beqing. So'ringa setilib ketmang. Üstelge setilib ketmang qarindishim. Boshqalar sizni yetlab mamnun, sizmi o'zingizga loyiq bir inson. Menmi o'zimga loyiq bir inson. Men o'zimni noyat bir cho'ng bir zot yoki birimi demayman. Lekin mening yashash usulimni chiq odamlar so'ra deymandan. Mushunda bir ishlar bo'lyotdi. Agar siz bo'lsangiz qanday qilsizda, mening unda g'emim yo'q. Faqat g'emim yo'q mening. O'lib ketsam o'lib ketgancha, bolalarimga deb qo'ygandim, o'lib ketsang yekni chatadi. Anadagi men cho'ng barmoqni bunda qiladi degan narsani o'gitib qo'yganman. Agarda ketib qolsam bolalarim hal qilaylaydi nega bir ko'mishni, lekin men unda qiliqni palayaga tizimlatib, pokoyaga nim qilib turib, u g'amni qilmayman. Nerede yaşasam şu yerda agarda Allah neni buyurgan bo'lsa,
şu yerdə ölüb gitməz, şu yerdə qoyuvasil boldu. Onu kilolab, ayağa apırıb, bu yerdə burada qıtırıb, o çoğun güləmdik işlerini qırışdın ki, meyli qaysı dövlətdə ölüb gitək, dozaq olsa dozaq dedim, abaydım, Mekke'de ölsəm bu dozaqını bana yezib qoyğan bolsa, pişənəm bu dozaq kirmə. Əgər də Xitayның arsıda ölüb qalğan bolsam mı, o Allah mənə əgər cennet verdiğin iş olsa, onu deməyi oturup cennetini beriverdi dep oylayman qeyrindaşlarım. Onda gayri nəsini qılmayma, vətənini aladığan işini qılaylı, gayri xiyallarını qılmaylı, meydanımız eniq bolsun qeyrindaşlarım. Şunçilik rahatsız bəzən temalar bolsun mu, əgib durup, mən nəhayət çıraylıqlaşdırıb cavab verdim. Bununla beşçik adam sual sorsa, mən birdən yezib, sözləb, çarçap getirkənmə. Qıladığan başqa mı işlerim var meninki. Anadaki önemli adamınki okşamaydıken, vatanga ega çıksınız, o vatan sizden buludiken. Siz oylap yakın qeyrindaşlarım. Muşu lagerlar meselesini deyli. Lager itildi deyli. Lager nimişün içilgan diyen nesi yok mu? Aşı bazı bir qeyrindaşımızın dadısı bilen köreştirgen bir videosunu çıkarıptı. Aşı adam nimişün kirip gitti diyenini oylamamdı. Eğer de bizden müstakillığımızı esli keltiriş bulduğun bolsa o işler mevcut bulmaydı qeyrindaşlarım. Vatan degan igi çıqqanga mensup boladı ekan. Böyle ki nimini Tibetlerninki namayişini körüp yıqınlar. Biz ezelden Xitayning bir parçası emas. Biz ayrım bir devlet. Biz müstakil bulumuz dep eylik yaşlarının etilip ketgidek vaqiraşları. Eylik bayrak bütün bedenlerde bayrakını yögüp algan. Kötürüp algan bayraklar. Bizning münafık nerede bir nimeler olturup bayraqның sanını kontrol qısıb şunun he toğır deydi o dep turib. Bazıları g'amda bo'lib qapti. Chunchanga ketib kim keladi? Appan kasimi o'xshash o. Xitoy appan kasimi o'xshash bo'ladi. Oqibati. O Wang kesi, Jon kesi, Liu keladi. O biz bilan hech qanday munosabat va deb o'ylamayman. Mustaqillikni o'yin Neredeki şeytanlar çıkıp orada oturup şeytanların sözünü anlayısılar. Şeytanlar ağzı uyum koyudu. Mustakillikni sundurudu irademizde. Suslaştırıdı. Biz aşı şeytanlarınki nesini görüp olturamdık. Sakılınızı mişinçiliği koyuvelip eynek karap oturup Allah'a itiqat kıvatamsız, Xitayga itiqat kıvatamsız diyenle sual sorap yakan özünüzden. Şeytanların şirki bazılarım dep koyay. Şeytanlar azı bizge vakaleten sözleyden bop qalğan oxşaydı. Biz müstakil boğumuz var. Bizden müstakillik irademizni 100 ming kişilik imzadım ifadalagan. Endi bu independent deb chiqadiq. Sharq Turkiston mustaqillik deb turib ko'tirib chiqaryapmiz. Shu Abdurahmon Hasanmi tinmayapti. Qozog'iston O'rta Osiyolik qarindoshlarimizni shuning shunchalik aktiv ovoz qo'shyapti. Lekin qarindoshlarim bu yetmaydi. Lagerning ichilishi nima sababdan? Bizga mustaqillik kerak. Mustaqillik bo'lmasa bizning qolgan narsamiz hammasi nol. Biz Xitoyga yolurib turib bir nima olmaymiz. O tuproq aslida bizningki. Biz elishimiz kerak. Shu vatanimizning ismi, ko'chalarning ismi hamma narsani xitoychalashtirib bizga hamma nimamizni yug'an. Biz aşınığı yana Allah molla oldup Allah molla deydiğini ölümge Allah molla deyimiz. Onunla rast amalsız. Kitime kitişini halasınız, halamışsınız, kitisiz vaxtınız doşkanda Allah ektidu. Lekin ma iş onda işemez, vatanga ega chiqish degan narsa onda işemez. Hareket qilsa berkat bo'ladi, hareket qilsa. Çaresiz, ölümge de çaresiz başka narsadan hammasiga sebep qilsak bo'ladi emasmi? Sükutni tanlasangizni bo'lavermaydi. Texmi qo'rqanchoq, texmi bir lat bo'lib ketimiz qarindoshlarim. Necha kun oldida bir deydi, siz Zumratdan yana birini tayyorlab qo'ysangiz bo'ldi deydi. Nereden topaman dedim. Salih'tan mı bir siteye alınış gerekti deydi. Salih nereden tapa? Qeyrindaşlarım, muşu tirmişip aldığı qarab mağaylı deganni o'ylashayli. Tezden muşu hammamiz bir yerga kelib, boshni qo'shtirib, mustaqillik deganlar bir yerga olishadigan vaqt kelgan. Lekin o ba'zi mustaqilliklar ayrim bir ichida yana bir jinlar bor, shaytonlar bor.
Ular bilan çattığımız yok. Lekin xalq oygansa hamma narsaga ega chiqalaymiz qarindoshlarım. O'zligidan bo'ladi ba'zan narsalar. Boshqa davlatlar bizga yordam qilmaymiz degani yo'q. Faqat suslashtiryotidi ba'zan shaytonlar. Shaytonlar, qeri shayton, yosh shayton, hammasi shayton. Qarindoshlarım, bizning qo'limizdami bergan Alloh bizni ayrim o'ylarda yaratganga ayrim o'ylarda tug'ilib cho'ng bo'ldik. Lekin tuprog'imiz bir. Dava bir bo'lgandan qarindoshim biz aşağı ketishni o'ylaymiz-ku. Bu lagerdagi qarindoshlarimizniki sizning bo'lmasa mening bor. Qarindoshim, lekin biz ega chiqmasak, o nima sababdan lager ochildi deganni o'ylamamdik. Lagerda qo'yibaslar, bir chiqdi, ikki chiqdi deb qo'shilgan ish yo'q. Qarindoshlarim, nima uchun ochildi bu lager? Buningdan keyin yana ochilmaydi deya olamsizlar, garantisi bormi buningga? Kim kapolat qiladi? İşbitimizden kapaleti qarindoshlarım qizlarimizdan tutib nima qanchalik bir rasvochiliklar bo'lyotdi Qozog'istonga chiqqan necha ayoldekin aldirmay chiqdi o videolik narsalar. Sizlar o'ylab beqinglar, uning ichida ko'z oldinglar o'ylab baxmagan ishlar bo'ladi ekan uning ichida. Qarindoshlarim, ashlar bizning qarindoshlarimiz-ku, zulm tortayotgan, ash jafo tortayotgan shu qerlar bizning qarindoshlarimiz. Eğer yazgıç kişim kirketken ismini mi demey boldu. Özünün dadısı öz iyi çıksın. Nimişin kirket aşadan nimiş kıgalık için kirket dediğini oylaşmamdı. Yana anadaki tilemcilik kıbla tukunumunu koyup yeni bir memni koyup o emes ma davanı anlatıştaki maksat neymi o? Guvalıqni beriştiki maksat neymi o? Ah hatta o kıvatkan işi kırgıncılık o depsendiçilik o Maqtayın cazalaydıqanға bizge yardım kılınlar dep durup deymiz, tuprağımızı alımız deymiz qarindoshim. Uyqanlan içinlar, yalvarıp öyme işini urup gep qıqıdak hop ketdik davatımız ba'zanlarimiz. Qaysi davlatning bizga yordam qila oladiganini biz endi bilamiz. Tayvanning keynida Amerika bor. Tayvan öz ara mevatgan yerga aşağı esilib o'tib Tayvanliklar biz bilan taqdim qiladi. Ular o'zining ishini qilaversin, aqsh ko'kishtamisi bir ish. Sen u yerda bu yerda bir nimani qilib bir tashkilotni qurib olsanglar, bizni ishini deb o'ylab qolma. Amerika Tayvanga yordam qilamdi yoki Tayvan Uyg'urga yordam qilamdi. Uyqumizni echibroq bir narsani, ma bir nima desiz bir kiyimni kiyib olsinlar, bir galostum taqib olib, yana birini qissalar, voy deb turib Oy boynum kök şarp takvasılar. Uygur emas olma. Qarindoshlarım, uyqanlarni echib, miyan ishiltinglar. Miyas ishlaydigan ba'zan qarindosh ne ballaba yozimlarni yozib o'quvchi. Oy elhamdülillah. Oy munda Xudoyim, birlikni qo'g'dayli. Qaysi birlikni qo'g'daysa, zimining dafsanchilikda poch bo'lib ketdi. Nimaning birligini qo'g'daysa? O'qig'ing kelmasa o'qima. O'ngtatur narsa yozganni chiqirib yetib borma. Nişanı özgürüp qağalanımı çıqırıb etdim. Ben işim puşup qalmay kirib ayrımxanda körüp atdım. Bəzilərinin ornunu bilmə çıxıramaydı. Çıxıra alğanlarını aşırıb qarab atdım. Çıxırıb yetib barmay qaçan bir günü sizga növbət kelgan çağda bir şartga tuzib chiqib qapti kelmadi. Shuning uchun meni Facebookdan chiqirib yetibdi deb o'ylang. Ranjiman, men siz bilan shunchalik bo'la olayman qarindoshim deb o'ylayman. Siz bir so'ringiz setila olgan odam boshqa narsaga setilib keta olasiz qarindoshim. Biz sarang emas. Bizning qo'limiz bor. Birinchi qarindoshlarimiz ishimizdan tilinib ketyapmiz ishchimizdan. Uyqumizni oshmay, nədiki ağıl-tağıl jamoatdan ayrılıb qilish, o'lim yetim, o'lmay turib nədən bilirsən, nədə öldüğünü? Zimininga tirishmay turib nədən bersə Xudoning bermaydig'ini. Nima terisi shu ünidu? Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli. Bugun mana shu deydig'inim shu, birozdan keyin yana bir so'zim bor.
Hazır hem de mezmun bilen A mezmun hemisi birleşip ketmesin dep durup mişede ayaklaştıray. Menden sorulan suallarınlarına hemsinin cevabını verdim. Hem de yana ayrım avar kımanglar. Anın mında kılamdık, mında kılamız, siz kanda kılsız. Mening şahsiyligim asosiyatdan to'g'ri chiqib bo'ldi. Birdan ko'rsangiz javobingizni topa olasiz. Men o'lim yetimni bek o'ylabmi ketmadim, o'lib qolsam, ko'madigan ballalarim bor. Nega nisib bo'lsam shu yerda ko'milib nim qilaman, lekin kilolab u yoq bu yoqqa ketishni o'ylashib baxmadim. Mening unda arzuyum yo'q. Men ziminimni olsam degan bir eng zo'r arzuyum shu. Eng zo'r arzuyum qarindoshlarim, uyqunglarni bir ichib baxsanglar, Xudoyim, insof tilovatime ba'zilaringlar so'ringa setilib ketganlarga bichorlikdan boshqa narsa emas deb o'ylayman. Bichor ekansa dedim, ichim og'ridi anda odamlarga. Jamoatdan ayrilib qilish. Mening jamaatim yo'q, Uyg'ur jamaatim yo'q bu yerda. Ama eskiligimdan jamaatim yo'q deyli. Men boshqa millatlar bilan shunday yaxshi yutimiz, biz turklar bilan, Somalilar bilan shunday yaxshi yutimiz. Ularning o'lim yetimlari bizim tavaqib kirimiz. Ularga o'xshashga. Ularga o'xshash. Tamoqlarla o'xshamaydi bizga, lekin biz bu tavaqib kirimiz, iftor berimiz nimada? Masjidda navbatlashib berimiz iftorni. Men ikki musulmonning bolasi, lekin men unda o'ng ta'tir g'ayri bir ishlarni o'ylashmayman, kilolab sotadigan o'ligimni, aeroplanlarda yo'tkaydigan. Mushu sizlarga bergan javobim. Meni avar qilmay, o'zingizniki nishoningizni o'zingiz bir jim o'ltirib, men bir odamdim, Alloh meni yaratgandi, mush kallamni bir qapoq kallamni ishlatib baqay desangiz, u vaqtida javobini o'zingiz topa olasiz. Qarorni o'zingiz olasiz, qarindishim. Rahmat sizlarga.